Yaxshi, mana yonyapti. Ochib ko'rsating. Ha. Mana dimoxodlar bor. Ovqat istaydi. Duxovka. Duxovkalar bor mana. Ha. Shuni pastdan oladi, bilasizlar bu. Bir 40 marta telefon qilganda ko'tardim deb qo'ying. Ha. Xizmatlar ma'qulmi? Ma'qul. Ne arkadan ne ko'rishimcha, ko'rsatdim. Taksisdan. Ha. U yaqinroqlik olgan ekan. Ko'rib, men ham havas qildim. Qurdirdim. Yaxshi effekt bergani uchun tavsiya qilishdi sizga. Ha? Mana hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bekmurod qishlog'iga o'rnatib yoqib berdik. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhani nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ichga 1 metrli hamyonni o'zimiz olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Nimaniki ham shuni ishlarni qurdim. Va boshqachami? Mana orqa ko'rinishi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hamyonni o'zimiz olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.